Xullas kalom aka-ukalar nomerni ko'ryapsizlar. Idealniy nomer, Gendaverni skan chiqadi. Shuning uchun bizdan yo'qotib qo'ymasligi uchun tatkani bosib, yurakchani qisqartirib turing, obzorni ko'rsatamiz. Qani xullas kalom aka-ukalar ko'rib turganlaringdek mashinamiz Damas 1 2003-yil holati a'lo darajada. Did bilan haydalgan mashina. Mashina полностью beton tonirovka qilingan. Ruxsatnomalari bilan 8 oy ruxsatnomalari bilan olasiz, mazza qilib minasiz. 4 ta yangi baloncha, karmital diskachalari bilan. Mashinamiz shunka ham qilingan. Salon holati yaxshi holat turibdi. Rostdan ham akamiz did bilan haydaganlar. Bar, video registratordan bonus sifatida beriladi. Mejigar pultari ham mavjud. Holati prosta a'lo darajada turibdi. Olasiz, mazza qilib minasiz. 007 nomer ham Gendavernisda sizga chiqib ketadi xudo xolasa. Mashinamizda yurgan probegi atiga 1,5 kurik yurgan ekan. Olib mazza qilib minasiz. Akamiz o'zlari cho'ngan ekan. Xullas kalom aka-ukalar, mashinamiz ayni damda Urgutda turibdi. Urgutda mashinasi. Aytayotgandek polностью mana lop beton tonirovkalar qilingan, 8 oy ruxsati bilan, karmital diskachal, 4 ta yangi balon, yana bitta yangi gerbi va labo ham qo'yilgan ekan. Xullas kalom $2900, yana sunnatiga har doimgidek mani podpishchilarim, mani nomimdan telefon qilsanglar, sunnatiga o'tib beradilar. Faqat totishinglar ozgina. Past nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Dehqondan xudo xolasa dehqonga nasib qiladi. Aloqaga chiqinglar, sog' bo'lasizlar, bizlarni kuzatishda davom etinglar.